Azizlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moskvada musofir bo'lib yurgan akalarimiz, opalarimiz, bu videoni maksimalni tarqatamiz, oxirigacha ko'ramiz. Eng qizig'i, Zalotoy koronani yopib beraman deb mashinachilik qilayotgan mana bu akkauntning egasi Telegram gruppalarini eslatib aytib o'taman, spam berib o'chiramiz. Eng qizig'i, mana cheklarni yuborgan, pul tashlagan va xalqni aldab cho'rniga tiqqan. Ya'ni hozir videolarni qo'yib o'tib ketaman. Iloji boricha mana shu ism, familiyani, telefon nomerida taniydiganlar srochni 7707 ga aloqaga chiqamiz. Albatta bu insonni kimligini topamiz va kimligini xalqqa isbotlab ko'ramiz. Sen agar iminni mashinani ko'rib turgan bo'lsang, ko'z-ko'zga tushganda eslatib aytib o'taman, rosa xafa qilamiz. Iloji boricha, ya'ni mana shunaqa fake akkauntlarga ishonib, aldanib qolmaymiz azizlar. Agarda kanalni ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'ling. Iminni bu videolarni do'stlarga, tanishlarga srochni tarqatamiz. Bo'lmaydigan bo'lsa kissangizdan to'laysiz. Tushuntira oldimmi? Siz javob bergansiz. Pulni taylatib, pulni qaytarib tashlamay, qaytarib tashlamay. Mashinlikni tanigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana chekni chiqarib qo'yibman, ism, familiya, telefon nomeri bilan. Eng asosiysi, qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, qo'lga tushdingmi yo seni taniydigan inson bo'ladimi, eslatib aytib o'taman, iminni xalqni pulini yeganing uchun 100% javob berasan. Ya'ni topolmaydi ekan, bilmaydi ekan emas, men senga qayta telefon qildim, ogohlantirdim, SMS yozdim. Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, imin akkauntlaringni o'chirasanmi, fake bo'ladimi, qaysi platformadan kirasan, men seni topaman, iminni o'zim yo'q qilaman.